Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'omamisiz? Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlarimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Azizlar, hozir anchagina bizning ishlarimiz aka-ukalarimiz uchun ochilgan sadovnik ishlarimiz. Hozir bizga Srochniy Krasnogorskka ikkita erkak kishi kerak bo'ladi. 30-50 yoshgacha bo'lgan bo'lish kerak ekan. Dokument shart emas, asosiy ishlari ekin-tikin, gazon o'rish, yer ishlari ekan. Bularning oyliklari 80 ming. Turar joyi o'sha yerda, dokument men uchun shart emas deyishdi. Dimitrovda 30-50 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimiz ishga taklif qilinadi. Bu yer ekin-tikindan tashqari mayda remont ishlarini albatta bilish kerak deyapti. Bularning oyliklari 90 ming. Balashixada bizning doimiy klientimiz, bu ish beruvchi bilan biz o'sha 3 yildan beri ishlab kelyapmiz. Hozirda er-xotinlarimiz juda ham yaxshi ishlashyaptilar ularning qo'llariga. Помощник по хозяйству kerak, lekin mayda remont ishlari, отделка ishlarini bilish kerak ekan. Kunlik 3,5 ming, 4 ming berishar ekan. Bu bir oyga masalan 100 ming, 100 mingdan yuqori tushishi mumkin. Ish vaqtinchalik deyishdi. Agar yaxshi ishlaydigan bo'lsa, keyin круглый год sezonga olib qolaman deyishyapti. Bularga ham dokument shart emas deyishyapti. Azar hozir Zelenograd shahrida ayol kishi ishga taklif qilinadi. Masalan, turmush o'rtog'i bilan ham yashasa bo'ladi, farqi yo'q. Mayli turmush o'rtog'i bilan ham qabul qilamiz, lekin ish faqat ayol kishiga, pul faqat ayol kishiga to'lanadi deyapti. Ularni 5 ta iti va mushuklari bor ekan, o'shalarga qarash kerak. Uy egalar doimiy yashamaydi. 4 kun uyga bo'lsa, dachasiga 3 kun masalan ular отъезд deb boshqa joylarga ketishadi. Mana shu ularni hayvonlarga qarash kerak. Masalan, turmush o'rtog'i bilan yashaydigan bo'lsa, turmush o'rtog'i o'zini ishiga, taksi yo bo'lmasa dostavkaga, отделка, boshqa ishga borsa, ular aytishyapti, o'sha yerga yaqin zavodda ham bor. Bemalol zavodga kirib ham ishlasa bo'ladi. Erkak kishi dokumentlari joyida bo'lsa, bularning oyliklari 100 ming, 120 ming bo'lishi mumkin. Turar joyi o'sha yerda, oilasining oliga tekin turishi mumkin azizlar. Er-xotinlarimiz uchun anchagina vakansiyalarimiz ochilgan. Одинцоваga er-xotin ishga taklif qilinadi. Prava shart emas. Ularni qo'y-qo'zilari, ularning tovuqlari bor ekan. O'sha parrandalariga, hayvonlariga qarash kerak, asosiy ish. Ayol kishi ba'zi znaniyada ham rus tilini bilsa bo'ladi. Dokument biz uchun shart emas. Bu yerga zakritniy zona, hech qanaqa tekshirish bo'lmaydi. Tashqariga chiqqan vaqtda o'zlari javob berishadi, lekin bizga dokument shart emas deyishdi. Bularning oyliklari 160 dan yuqori. Lapinada, Moskovskiy oblastida 45 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan er-xotinlarimiz ishga taklif qilinadi. Prava albatta bo'lishi shart, vip garderobni bilish kerak. Oldin ishlagan malakasi bo'lish kerak, rus tilini ham yaxshi bilish kerak deyapti. Bugun 4-5 ta variant berdim, tanlashmadi, yana davom etamiz. Variant bera olishga deyapti. Bularning oyliklari 200 mingdan yuqori. Kalujskiy oblastga hozir er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Azizlar, Kalujskiy oblastida ish beruvchilari bilan biz o'tgan yili ishlaganmiz. U yerga er-xotinlarimiz juda ham yaxshi ishlab ketishdilar. Prava albatta bo'lishi shart deyishyapti. Doimiy turishmaydi uy egalari. Bularning oyliklari 150 ming toza qoladi. Dokumentlarni o'zimiz qilib beramiz, patentlarini to'laymiz, pitaniyalarni ham beramiz, dogovor qilib beramiz. Turar joyi o'sha yerda deyishyapti. Faqat ishlagan bo'lish kerak. Ular ham albatta tanlashyapti. Anchagina variant berganman, biroz tanlashyapti. Azar bizning hozir Mitishiga ham ikkita variant ochilgan. Mitishidagi ishimizga biri 150 ming, prava bu yerga shart deyishyapti. Bu yerga malaka so'ramayapti. Rus tilini bilsa bo'ldi, ishga olib ishlarni o'rgatamiz deyishyapti. Bularning oyliklari 150 ming ekan. Ikkinchi ishimiz o'sha Mitishini o'zida. Bularning oyliklari 180 dan yuqori, lekin albatta prava bo'lishi shart va ishlagan bo'lish kerak. Oldingi ish joyidan iloji boricha rekomendatsiya shart deyapti. Azar ko'pchilik bizga savol beradi, nimaga ishlaringiz arzon deb. 150 ming ishlar. Azlar, agar siz ishlamagan bo'lsangiz, opitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ishingizni 150 mingdan boshlang. Asta-sekin siz opit oshirasiz, malaka oshirasiz, sizga rekomendatsiya bo'ladi. Sadaf kompaniyasi 3 oy davomida keyin siz malaka oshirganingizdan keyin qimmat oyliklarga ishga kirish imkoniyati bo'ladi. Bular masalan 200 ming, 220 ming, 250 ming bo'lishi mumkin. Albatta bizani hozirgi mana shu qimmat ochiladigan ishlarimizga rekomendatsiya so'rayapti va malaka bo'lishi kerak deyapti. Rus tili albatta bo'lishi shart. Azizlar, ko'pchilik bizga O'zbekistondan murojaat qilishyapti. 90% SMS-larimiz, keladigan xabarlarimiz O'zbekiston yoki Qirg'iziston, Tojikistondan bo'lyapti. Biz oldin ham xabar berganmiz. Azizlar, bizning ochilgan ishlarimiz Rossiya territoriyasiga yurgan fuqarolarimiz uchun O'zbekistondan odam chaqirib, bu yerga ish joy, turar joy, dokument yoki ishni va'da berish bu bizning zimmamizda.
bilimlarimizga emas. Agar siz Rossiya territoriyasiga albatta kelsangiz, biz bilan suhbat o'tkazib, dogovor qilib, shartnoma 3 oylik shartnoma qilib, albatta ishlarimizga joylashish mumkin bo'ladi. Bizning Telegram kanallarimizga har kunlik ishlarimiz berib borilyapti. Telegram kanallarimiz Sayora Sobirjonova nomlanadi. Har bitta chiqarilgan e'lonlarimiz bu rus tilida yo bo'lmasa o'zbek tilida bo'ladi, lekin kirilchada yoziladi. Hech qachon lotinchada yozilmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Ko'pchilik hozir saytlardan, Telegram kanalida ochilgan Telegram gruppalarga aldanishyapti. Sadaf kompaniyasi deb ularni aldab oldindan komissiya olib, bizani videolarimizni, bizani ishlarimizni tashlab berib aldashyapti. Shuning uchun aldanib qolmang. Bizani o'zimiz telefon nomerlarimiz 8977 967 77 97 8977 967 50 14 telefon raqamlarida WhatsApplarga va Telegramlarga o'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Sadaf kompaniyasining ofisi metro Sholkskida birinchi vixitdan chiqqaningizdan keyin metroni oldida ofisimiz joylashgan. Bemalol ofisga kelib, biz bilan suhbat qilib, shartnoma tuzib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Sadaf kompaniyasi doim siz bilan ishonchli hamkorda bo'ladi. Aytganday, azizlar, Sadaf Travel aviakompaniyasi mana 3 yildirki o'z faoliyatini ko'rsatib boryapti. Sadaf Traveldan bemalol siz aksiyalik va arzon biletlarni xarid qilishingiz mumkin. O'zbekistondan kelish, ketish, Rossiya bo'ylab biletlarni yo bo'lmasa Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istondan turpan biletlarni bemalol onlayn tarzda olishingiz mumkin. Agar siz Moskovskiy oblastida bo'lsangiz, bemalol ofisimizga kelib, biletlarni xarid qilib, bexavotir uchib ketishingiz mumkin bo'ladi. Biletlarimiz bu bo'yicha 8967 064 87 70 bu meni o'zimning qo'limda. Mana shu nomerdan olingan biletlar uchun men o'zim 100% kafolat beraman. Ikkinchi nomerimiz 8977 967 77 97 telefon raqamlariga bemalol WhatsApplariga, Telegramlariga yozib biletlarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Azizlarim, mana shu bugungi yetkazadigan ma'lumotlarimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.